Kitob inson tafakkurini boyitadi, uning dunyoqarashini kengaytiradi. Shu bois ham chop etilgan yangi va yaxshi asar nafaqat adabiyot uchun, balki mutolaa ixlosmandlari uchun ham xushxabardir. Yozuvchi va jurnalist Alijon Abdurahmonovning Sukunat ovozi deb nomlangan kitobining taqdimoti bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan muxbirimiz lavha tayyorladi. Jurnalist Alijon Abdurahmonovning Bungacha vaznsiz yuk kitobi nashr etilgan bo'lib, Sukunat ovozi uning ikkinchi ijod mahsulidir. Mazkur kitob muallifning turli yillarda yozgan maqolalari va publisistik materiallari asosida jamlangan bo'lib, unda jamiyat hayotiga oid dolzarb mavzular yoritilgan. Asar o'quvchini chuqur fikrlashga, voqealarga tanqidiy yondashishga hamda hayotiy jarayonlarni teranroq tahlil qilishga undashi bilan ajralib turadi. Kitob o'qimaslik uchun kitob o'qish kerak-da. Nima demoqchiman? Kitob qancha ko'p odam kitob o'qisa, keyin qanaqa kitobni o'qimaslikni bilib oladi. Odam shu darajaga yetadi. Shuning uchun qancha yaxshi kitoblarimiz ko'p bo'lsa, o'qiladigan kitoblarimiz ko'p bo'lsa, jamiyatga foyda, yosh avlodga foyda, teskarisi bo'lsa, yaxshi masala. Muallifning ta'kidlashicha, kitobda o'rin olgan maqolalar turli davrlarda qalamga olingan bo'lsa-da, ularda ko'tarilgan masalalar bugun ham o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda. Bunday tanqidiy asarlar kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, yoshlarning fikrlash doirasini kengaytirishga xizmat qilishi bilan birga, ularni dolzarb mavzularni tahlil qilishga undaydi. Mana shu kitobda ibrati ham shundaki, jurnalistning jonkuyarligi, jurnalistning mana shu jamiyatda eng hushyorligi va yana bir kitobda chiroyli jihatiki, muallif mavzu tanlashga, mavzuni qanday yoritishga qanchalar e'tiborli bo'lsa, shuni haligi maqolalarda ixcham, eng kerakli gaplar aytilgan va har bitta gapni o'zbek tilini haqiqiy bir pishiq stilistikasida ommabop qilib, chiroyli qilib yoritgani yana bitta bir ibratli jihati deb o'ylayman. Tadbirda adabiyot ixlosmandlari, jurnalistlar va yosh kitobxonlar ham ishtirok etib, muallif bilan ochiq muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bunday uchrashuvlar kitob va kitobxon o'rtasidagi bog'liqlikni mustahkamlash, mutolaa madaniyatini keng targ'ib etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Sitora Bonu Rahmonova, Rahmatilla Qudratov, yoshlar.